Nasaida zikr qilingan bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu shundoq deydi. Hazreti Payg'ambar alayhissalom shundoq degan. Shundoq bir zamonlar keladi-ki, insonlar o'sim yeydi. Hatto o'sim yemisimi, uningga chang to'zonlari yo'qidi. Payg'ambarimiz xabar bergan insonlar o'sim yeydigan, yemiganlarga-mu uning chang to'zonlari yo'qqan asr har holda bu asr bo'lsa kerak. Bu asrning insonlari o'simga kredi, ya'ni bank qarzi ismini taqib, qolaylik bilan o'sim bermoqda va olmoqda. Bu cho'ng gunoh namoz o'qiydigan kishilarning bir qismini mo changiliga olgandek, taqvodor yashashga tirishayotgan kishilarning bir qismini mo o'z ichiga elib olgan. Ko'plagan kishilar ishini cho'ngaytish g'oyasi bilan banklarga murojaat qilmoqda va kredi ismi bilan o'sim olmoqda va o'sim bermoqda. O'sim yemaganlarga kelsak, ularga buning chang to'zonlari yo'qmoqda. Ya'ni yoki yeyotgan bolkini ishlab chiqargan zavod bu bolkalarni o'sim bilan ishlab chiqaradi. Yoki kiyayotgan kiyimini ishlab chiqargan fabrika bu kiyimlarni o'sim bilan tikib chiqadi. Yoki u setib olgan uyni bino qilg'uchi uni o'sim bilan bino qiladi. Ba'zida uyni bino qilgan kishi bankidan o'sim olgan bir kishiga uyni sotadi. Buningga o'xshash o'nligan muomala o'sim yiguvchilar bilan va mahsulotlarni o'simlik pullar bilan ishlab chiqaruvchilar bilan qilinadi. Shunlashqa kishi o'simga bevosita mubtalo bo'lmasa-mu, o'simning chang to'zonlarini yutishga majbur qiladi. Ya rajal